Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Hop, bizga navbatdagi Xitoy granulyator keldi. Buni aybi zavodskiy brakligida, ya'ni umuman yem chiqarib bo'lmayapti bu apparatda. Muhim eslatma. Bilib olinglar, kimda kim Xitoy granulyator oladigan bo'lsa, обязательно o'sha sotuvchidan iltimos qilsin. Mana shu apparatda granula yem chiqarib ko'rsatib bering, 10 kilo bo'lsa ham deb oldida erinmasdan yem plus ketsa ham yem olib kelib 10 kilo qo'liga bering, chiqarib ko'rsatib ber shu apparatda deb. Ko'pchilik Xitoy granulyatorni sotib olyapti, lekin uyga borgandan keyin uni ishlata olmayapti. Chunki buni matrisasida zavodskiy brak kelyapti, ko'pida umuman yem chiqarish imkoni bo'lmayapti. Ko'pchilik e'tibor bermayapti sotib olayotgan paytida ham. Mana bu yerda yog' datchilari bo'ladi bularda. Mana umuman yog' quymasdan sizga jo'natishadi, yo'qsa yog' quyilmagan holatda sotishadi, o'zingiz quyib olasiz deyshadi. O'zi aslida bunda yog'i bo'lishi kerak. Bunda ichidagi yog' tat 17 bo'ladi, tat 17 bo'ladi. Boshqa yog'lar quyish shart emas. O'sha tat 17 quyilsa yaxshi bo'ladi bularkiga, Xitoylarkiga. Bizda chiqib turgan granulyatorlarga nigrol ham quysa ishlayveradi. Bular endi jinni nozik bo'ladi. Bularga tat 17 quyish kerak обязательно. Xo'p, Xitoy granulyatorining afzallik tarafi nimada deydigan bo'lsak, Xitoy granulyator matrisa roliklari zo'r ishlanadi, lekin minus tarafi cho'yandan bo'ladi korpuslari. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, bu bizning praktikada bo'lgan. Mana shu yerdan treshina qo'yib yuboradi, yo'qsa mana shu yerda yorilib ketadi nagruzkada. Iloj boricha bunda donli mahsulot chiqaringlar. Hashili mahsulot chiqaradigan bo'lsalaring, hashilini iloj boricha mayin holatda, o'sha kepak holatda qilib solinglar. Bo'lmasam nagruzkani hisobida bo'ladi, vali juda kalta bo'ladi. Mana shu yerda uporniy pachimligi bo'ladi. Mana shu yerda yorilib ketish ehtimoli juda katta. Zavodskiy mana yerlardan shpakilovka qo'ygan bilmadim. Treshina ko'p tushadi bularda. Agar cho'yan korpus yoriladigan bo'lsa, qaytib tiklab bo'lmaydi. Juda qimmatga tushib ketasizlar. Oldin reduktor qo'ymasdi, bular bizdan o'g'irlab chekildi, reduktor qo'yishni boshlabdi Xitoyliklar ham. Hop, Xitoy granulyator tez chiqaradi, zo'r chiqaradi, lekin press uncha qattiq bo'lmaydi. Iloj boricha buni biz hozir remont qilib beramiz. Sizlardan iltimos qilaman, Xitoy granulyatorida oldingizmi, обязательно yem chiqarib ko'ringlar, iltimos qilaman. Liza что mana akamiz ham yangi granulyatorga hozir lishni rasxod qilyaptilar. Zavodskiy brak bo'lib kelgan. Buni endi hozir imminni nimasi ketganligimiz ayta olmaymiz. O'zini o'sha ishlari bor, to'kanning ishlari bor, ichida o'sha zinkovishning ishlari bor. Ular qilishimiz kerak. Keyin olib ketgan jarayonlari bor, uni qilishimiz kerak. Xudo xolasa bu tayyor bo'lgandan keyin yem chiqarib ko'rsatib videosini ham joylaymiz. Sotib olayotganingizda shu ichida yog'i borligiga ahamiyat bering, chunki sotib turganda sizga ichida yog'i bilan sotish kerak aslida. Yog'i bo'lmasa siz talab qiling yog' quyib berishini. Chunki siz bilmaysiz bunga qanday yog' quyishni. Yog'i bo'lmasa tat 17 quyishingizni maslahat beraman. Bu granulyatorga hashiy mahsulot qo'shadigan bo'lsangiz, iloji boricha o'sha to'rli setkadan o'tkazib, kepak holatdagina hashiyni qo'shishingizni maslahat beraman. 30% dan oshirmasligingizni ham maslahat beraman bularda. Bularda o'sha nimasi 30-40% ga mo'ljallangan hashiyli mahsulot qo'shish. Undan oshig'ini chiqarishga chiqaradi, lekin agar cho'yan korpusga nagruzka kelib yorilib ketsa, sizga ortiqcha rasxod bo'ladi. Faqatgina motorni yechib qolasiz, xolos. Boshqachasiga uni remont qilish juda qiyin masala bo'ladi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. Kanalimiz Mustang jamoasini o'sha universal granulyator va drabilkalar olami degan YouTube'da kanalimiz bor, Instagramda kanalimiz bor. Obuna bo'lib, like'lar bosib tursalar, xudo xolasa bundan ham manfaatli videolar chiqarib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa kimga shunaqangi Xitoy granulyatorni olib qo'yib ishlatilmayotganlar bo'lsa, bizga Qo'qonga jo'natsa, barcha viloyatlarda misol shopirlarimiz bor, olib kelib berishaveradi Qo'qonga. O'zimiz remont qilib, chiroyli qilib, xudo xolasa arzon narxlarda remont qilib beramiz. Faqat iltimos qilamiz, shuni Xitoy granulyatorida oldilarmi, обязательно yem chiqarish esdan chiqmasin. Yemni chiqarib olib, keyin pul sanab beringlar. Bo'lmasam pul sanamanglar. Nezashda o'zlaringga rasxod bo'ladi, pullar havoga tushib ketadi. O'zimizda ham granulyatorlar tayyor bo'lyapti. 200-300 kilolik, 500 kilolik, 1 tonnalik
50 kilolik Moskvich zadniy mostli, mana Volga zadniy mostli gaz 66lik, benzinli, xudo xolasa 220 da ishlaydigan granulyatorlarimiz, universal drabelkalarimiz, mis, alyumin motorlilari 280, 220. Kimga shunaqangi granulyator va drabelkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerlarimiz o'sha. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.